Мухабатик, Мухаббат, неужели 60? Неужели юбилей и тебе немало дней? Словно наша комсомолка и тебе лишь 20 лет. Ты даешь всегда нам фору, излучаешь яркий свет. Голос ангельский, красивый, песни словно ручеек. В танце много красок, силы, солнца яркого поток. Будь ты счастлива, здорова, будь богата, при деньгах. Радость будет в твоем доме и всегда хранит Аллах. Bir yili ham hayitlarda kelgan edim. Tug'ilgan kun bo'lishini bilmas edim. Hisob kitob qilmagandim bayramlarni. Mayli bu ham Allohimning ishi dedim. Tashvishlardan yurgan edim bo'lib garang. Asablar ku tamom bo'lgan juda tarang. Endi uyga qaytayin deb turganimda opajonim yubiley ekan qarang. Mayli qolay ketib qolsam uyat bo'lar. Opamni ham xursand bo'lib ko'ngli to'lar. 60 yosh ham odamzodga bir keladi, lekin sog'lom yetishganni baxti kular. Onam dedi tug'ilganding tush paytida, issiq edi yoz oylari kun avjida. Murg'ak go'dak mazza qilib ulg'aysin deb, ona mehri iliq quchoqlar taftida. Tabrik uchun 2-3 kun tayyorlandim. Ilhom akam kelarmi deb ikkilandim. Ne bo'lsa ham yaxshi bir she'r yozayin-da, Robbim deya ijodimni ishga soldim. Taqinchoqlar taqsammikan bo'yningizga, go'zal libos kiydirsammi egningizga? Bu dunyoning matohlari arzirmikan? Alloh sevgan iymon to'la qalbingizga. Fazl bersin, xo'p ko'paysin davlatingiz. G'olibona ko'tarilsin savlatingiz. Yaxshiliklar girdobida qolib keting. Ortib borsin savob to'la xislatingiz. Toki ko'zim tirik ekan mehr beray. Sadoqatim ko'rsatishga tayyor turay. Gunohlarim kechirilib yorug' yuzla. Jannatlarda yoningizda birga turay. Elimizni, yurtimizni asra Alloh. Kasofatdan, talofatdan bergin panoh. Kalimangni aytish uchun tilimizni, dilimizni o'lishingdan qilgin ogoh. Alloh uyun birgalikda tavof qilib, ravzalarda namoz o'qib tavba qilib, Hoji ona maqomiga erishaylik. Miskinlarga yordam berib savob qilib. Opajonim, yuzdan oshsin yoshlaringiz. G'am alamni ko'rmasin hech boshlaringiz. Nasib qilsa katta hajga borishlarni, shayton tomon otilsin ko'p toshlaringiz. Nabiralar eng ilmli qori bo'lsin. Ka'balarga imom bo'lib baxti kulsin. Maqtovlardan qizlaringiz dili yayrab, butun umr faqat sizni duo qilsin. Zavq kelibdi ushbu kunda pingvinlar ham. Qalbi toza, g'ubori yo'q, dili beg'am. O'zbek, qozoq, koreys, rus barchalari bir-birini kamsitishmas, qilishmas kam. Uchrashsa quchoqlashib ko'rishadi. Mashq qilishsa doimo shay turishadi. Yaqinlashib, inoqlashib ketganidan mazza qilib kafelarda yurishadi. Shavkat akam gapga solib kuldiradi. Ko'p qalblarni mehr bilan to'ldiradi. Yuragingiz biron g'amdan og'rib qolsa, shu zahoti uni bo'g'ib o'ldiradi. Pingvinlarim, doim birga yuring. 100 yoshda ham muhabbatni qutlab keling. Oynaklarsiz, asolarsiz bu tanangiz yosh qizlardek, yigitlardek bo'lib turing. Opajonim, tabrigimni qabul qiling. Qalb qo'rimni qo'shib yozdim, buni biling. Yozgan she'rim sizga ma'qul kelgan bo'lsa, singlingizni xursand bo'lishini ko'ring. Jigarlarim, sizlarga ham katta rahmat. Hurmat qilib yig'ilibsiz ushbu fursat. Alloh rozi bo'lsin midom barchangizdan. Uyingizni tark etmasin baxt va omad.
Yig'ilishga labbay deya tayyor turing. Tashvishlarni yelkangizdan uloqtiring. Bir kunimiz 2 kunga aylanmoqda. Vaqt g'animat, diydorlashib birga yuring. Oramizdan ketdi ba'zi qarindoshlar, jonin fido aylaguvchi qon qardoshlar. Qaytib kelmas u dunyodan iloji yo'q, sog'inganda yetmas ekan-ku bardoshlar. Hadislarga, o'gitlarga amal qilib, katta kichik gunohlardan xoli bo'lib, Alloh bergan ne'matlarni qadrlaylik, ibodatda qoyil bo'lib shukr qilib.
Вы молодец, что вот такой смогли организовать. Девочки, я писала, но я не знаю, кто читал, кто не читал, что я хочу сказать. Да, очень хорошо Читала. написали. Вот мы много лет вместе, да, и достоинство каждого человека, оно проявляется все глубже и глубже. Мухова одна, вот что меня поражает, одна хрупкая, нежная, тонкая, хрустальная. И представляете, она поднимает двух девочек, вот таких вот девочек, да, не таких каких-нибудь, да, а вот таких интеллигентных, умных, умеющих ставить цель, умеющих идти к этой цели. Она работает, она отремонтировала Вы сейчас все квартиру. скажете, а вы что скажете? А мы присоединимся. Какое мое дело? Вот все, что Да, у меня да, на да, сердце да, да. есть, все, что я написала, я сейчас просто это Да, да. озвучиваю. уже. Ну, Нет, Я читала. Я пробовала. Кричите вы чё? доброе слово и кошке приятно. Да, Молчите. Вот. И вот сколько характера, сколько силы, сколько адаптогенности, сколько жизнестойкости. То, что я сейчас говорю, я могу сказать про многих, кто здесь сидит. Потому что судьбы разные у всех, но какие у нас тут сильные женщины сидят, я передать не могу, Мухаббат одна из них. И меня вот всегда поражает то, как она, работая сама, хорошо, вот старшая девочка выросла и стала вот такой вот тоже опорой, да? Но когда женщина вот так вот достойно умеет жить и поднимать своих детей, и при этом никогда не жаловаться, вот у меня это вызывает огромное удовлетворение. Мухаббат, я вам желаю, чтобы вы были всегда, несмотря ни на что, веселы. Пусть текут слезы, но 6 на 9 улыбка пусть всегда будет. Всем назло, всем чертям назло. Потому что улыбка, смех, солнце на сердце спасает. И пусть вот ваши тяжелые годы останутся позади, потому что сейчас девочки выросли, они стали вашей опорой. Теперь вам будет легче, 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 легче. Теперь вы уже, как будущая бабушка, станете опорой для своих внуков. Это такое большое счастье. Я вам желаю долгой-долгой, красивой жизни. Ура! Сколько ей лет? 8 лет.
kun. Dunyoga keldingiz siz qo'sha ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan.